Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. 2025 yılı noyabr ayının dəstləbki günlərdə Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və Şərq Türkistan sürgündə parlamenti əzaları Avropa Birliği'nin caylaşqan ornu Brüssel'ga yığılıb tarixi əhəmiyyətə ega siyasi fəaliyyət elib bardı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti 6 noyabr günü Brüsseldəki Avropa parlamentinin aldında namoyish qilib, Avropa Birliği'ne a'zo dövlətlərni Xitayning Şərq Türkistanni işğal, müstəmlika qilib olishi, Şərq Türkistanda irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishini to'xtatishga chaqiriq qildi. Namoyishda Şərq Türkistan sürgündə hökumatining Cumhur raisi, bosh ministri, tashqi ishlar va bexatarlik ministri axborot e'lon qildi. Namoyish İstiqlal marşimizning samoga yuksalishi bilan boshlandi. Oldi bilan Şərq Türkistan sürgündə hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Necha 10 yillardan beri Xitoy Şərq Türkistan xalqiga qarata irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'oliyat harakatini yurgizib kelmoqda. 76 yil burun 1949 yili 11 oyning 12 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olib, 22 dekabr kuni mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyatini ag'dirib tashlab, taki hozirgacha ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik harakatini davomlashtirib kelmoqda. Şərq Türkistanda har vaqt millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlarida, turmalarda, majburiy emgak markazlarida tutib turilmoqda bo'lib, psixik, kulturel va fiziki yo'qotishga duch kelmoqda. Ularning ovozlari bo'g'ilgan. Biz bu hafta bugun Avropa parlamentining joylashgan yeriga bu uchurni yetkizish uchun yig'ildik. Avropaning qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilik dunyoning ko'z oldida yuz bermoqda. Xitoyning ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yolg'iz axloqiy tragediya bo'lib qolmay, Avropaning egilik huquqi va bexatarligiga qilingan xirasdan iborat. Xitoyning bostirishi yolg'iz Şərq Türkistanning chegarasida to'xtab qolmaydi. Avropaning demokratiyasigacha uzraydi. Parisda, Irlandiyada, Amsterdamda, hatto mushu yerda yashaydigan Uyg'ur xalqi Xitoy josuslarining josuslik, qarchatlashda qilmishlarining qurboniga aylangan. Beijing banki hisoblarini to'ng'itib, musodir qilib, savdo orqali hukumatlarni sukut qilishga majbur qildi. Xitoy Yevropaga tahdid qilib qolmay, strategik va sistemlik turda josuslik, to'r hujumi qilish, Yevropa institutlariga sizib kirish qilmishlarini sodir qilmoqda. Beijing Yevropaning bexatarligini oyoq osti qilishni umid qildi. Xitoyning iqtisodiy zo'ravonligi Yevropa davlatlarini bo'lmoqda. Ta'sir ko'rsatish harakatlari ommaviy bo'linish yeyib, texnika eksporti kuzatish saymonlarini elib keldi. Xitoyning shirkatlari Beijingning diktator zolim hokimiyatining kun tartibini ilgari surish uchun Yevropaning ochiqligidan foydalanyapti. Agar Yevropa bu taktiklarning izchil ishlatilishiga yo'l qo'yib tekshirmasa, bir kuni o'zimi to'ymay erkinlikning xatarga uchraganligini, ishg'olsiz kontrol ostiga kirganligini ko'rdi. Şərq Türkistanning erkinligini muhofazat qilish odatdagi bir hamkorlik bo'lib qolmasdan, balki barliq Yevropaning muqimligi va bexatarligi, egilik huquqini qo'g'dashdagi hamkorlikdan iborat. Biz Yevropa parlamenti va Yevropadagi nurg'un davlat parlamentlarining Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganidan minnatdor bo'ldik. Bu axloqiy aniqlik, bu irqiy qirg'inchilikning e'tirof qilinishi qorong'ulikqa nur chasimi, yolg'iz e'tirof qilishlar yetarlik emas. So'z cho'qim harakatga yetakchilik qilishi kerak. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni e'tirof qilgan bo'lsa, ular yanada irqiy qirg'inchilikchi hokimiyat bilan aloqa qilmoqda. Bundaq ahvolda adolatga erishish yarim yo'lda to'xtab, irqiy qirg'inchilik davomlashaveradi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning chorasi qilinmaganda, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat to'xtamaydi, faqat xotirlanadi. Irqiy qirg'inchilikni haqiqiy turda to'xtatish uchun Yevropa Birligi masalaning yildizi bo'lgan Xitoyning Şərq Türkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishi, mustamlikasiga aylantirib olish masalasiga markazlashishi lozim. Barliq lagerlar, turmalar, majburiy tug'mas qilib etish qilmishlari, Şərq Türkistan miqyosidagi chaqvitilgan joylar, o'g'irlanganlar Xitoyning qonunsiz ishg'oliyatining natijasidan iborat. Beijingning kontrol qilib olishi faqat davlatimizni, xalqimizni butunlay yo'qotib etishni maqsad qiladi.
Beyjingning irqiy qirg'inchilik qilmishi uning siyosatidan ayrilalmaydi. U necha 10 yillardan buyangi mustamlika bo'ysundirishdan boshqa narsa emas. Eng oxirida izchil davr qiladigan bir sistemani talab qiladi. Yevropa Xitoyning qilmishlarini yolg'iz ayblab qolmay, Sharqiy Yevropa xalqini izlayotgan bir partiyalik zolim hokimiyat bilan kurash qilgandek, Sharq Turkiston xalqi bilan birga Xitoyning ishg'ol va mustamlika qilmishi bilan kurash qilishi kerak. Biz davlatimizning ishg'ol va mustamlikadan qutulib mustaqil bo'lishini, milliy o'z taqdirimizni o'zimizning belgilashini, xalqimizning ozodligini talab qilamiz. Yevropaning Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi amaliy harakat qo'llanish siyosati bilan birlashtirilishi kerak. Qayta takrorlanmasin va'dasi buzilmasligi kerak. Qayta takrorlanmasin va'dasi irqiy qirg'inchilikning asli sababi bo'lgan mustamlika qilish va ishg'oliyatni yo'qotishga markazlashishi kerak. Bugun biz Yevropa parlamentini, Yevropa birligini, Sharq Turkistonni mustamlika kontroli va chet elning ishg'oliyati ostidagi davlat deb e'tirof qilishga, xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning xalqaro sud mahkamasiga Xitoyning jinoyati ustidan sungan arzini qo'llab, Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishga, adolatni qo'lga keltirishga rahbarlik qilishga, keskin o'lchamlar bilan Xitoyning josuslik, singib kirish, iqtisodiy majburlash qilmishlari bilan kurash qilishga chaqiramiz. Eng oxirida Sharq Turkiston xalqining erkinligi va mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiramiz. Yevropaning sukut qilishi Beyjingning texmo zulm qilishiga ilhom beradi. Yevropaning harakatga o'tishi millionlagan insonlarga ilhom ato qiladi. Sharq Turkiston xalqi odatdagi hissdoshlikni xohlamaydi. Qo'llash, yordamlashishni xohlaydi. Yevropaning boshqa ikkilanayotganlarga yetakchilik qilishini talab qiladi. Brüssel Yevropaning poytaxti bo'lib qolmay, balki insoniyatning vijdoniga vakillik qiladi. Sharq Turkistonda mustaqillik va adolat bir kuni amaliylashishdan umidimizni uzmaymiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtmanali apandi tarixiy ahamiyatga ega bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Salom Yevropa parlamentining alohida a'zolari, erkinlik do'stlari va maslahatchilari, Yevropa birligi va dunyoning aholisi. Men oldinglarda Sharq Turkiston surgundi hukumatining prezidenti bo'lish sifati bilan emas, balki hayotini haqiqat, adolat, axloqiy jasoratning ahamiyatini izlash bilan o'tkazayotgan bir faylasuf sifatida turibdiman. Haqiqat shuki, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yolg'iz turmalarda mavjud bo'lmasdan, balki foyda va ortayotgan texnikada mavjud. Har bir ko'ynak va har bir quyosh energiyalik batareya taxtasi Sharq Turkistondagi majburiy emgak zavodida ishlab chiqarilyapti. Xitoy nazoratchilarining qo'l ostida terilgan har bir tonna paxta Uyg'urlarga insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatning barmoq izini ko'rsatadi. Masala shuki, Yevropa irqiy qirg'inchilikdan ishlangan mallarni sotib olishni davomlashtirib, Uyg'urlarga qarata ishlangan insoniyatga qarshi jinoyatning barmoq izini ko'rsatadi. Masala shuki, Yevropa irqiy qirg'inchilikdan ishlangan mallarni sotib olishni davomlashtirib, huzurini begunoh insonlarning azobi bilan bulg'amoqda. Yevropa allburun axloqiy yetakchilik rolini joriy qildirdi. Yevropa parlamenti va bir necha davlat parlamenti Xitoyning vahshiyligining irqiy qirg'inchilik ekanligini to'nigan turuqliq sukutni tanladi. Yevropada axloqiy aniqlikning yuqori pallasi mavjud. Biz cho'nqur minnatdormiz. E'tirof qilish, ijro qilish bilan birlashmaganda shakldan iborat. E'tirof qilish amaliy harakatga o'tmaganda sheriklikdan iborat bo'lib qoladi. Yevropa axloqiy ayblashdan axloqiy amaliy harakat qo'llanishga o'tishi lozim. Biz amaliy harakatga har vaqtdagidanmi bakrak muhtoj. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik yolg'iz insoniy krizis emas, balki dunyoviy diktatorlikning loyihasi. Uyg'urlarda mukammallashtirilgan eng yuqori sifatli texnika dunyo miqyosida eksport qilinadi. Tonish texnikasi, sinezora algoritmlari, millionlarcha Sharq Turkistonliklarni kontrol qilish uchun loyihalangan sonliq ma'lumot ombiri erkin g'arb davlatlarining ul asliya qurilishiga xatar elib keldi. Xitoylarning kameralari Yevropa ko'chalarini kuzatadi. Bu yerda hozirgi ahvolimizni kuzatib, buningga shohid bo'ladi. Xitoyning telekom sistemasi Yevropaning sonliq ma'lumotlarini yig'adi. Xitoyning sun'iy aql texnikasi Yevropa institutlariga xatar elib keladi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik mexanizmi raqamlik texnikaga xatar elib kelib, Yevropaning tor bexatarligi, shaxsiy maxfiyatlik va demokratik egilik huquqiga tahdid soladi. Bu faqat axloqiy masala emas, balki bexatarlik masalasi. Yevropa xalqini qo'g'dash masalasi. Organlarning o'xshash tuzumdan mustaqil bo'lish masalasi.
Xitoyning texnikasini qo'llanish erkinlik bo'lmasdan qulluqdan iborat. Casuslar faqat o'z vatandoshlarını kontrol qilib qolmay, kuzatishni dunyoviy o'lcham holatiga olib kelib, dunyoga zulm olib keladi. Hargizmo erkinlikni nishon qilmaydi. Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'g'dash Yevropani qo'g'dashdan ayrila olmaydi. Tarixda tunji qatim sizning taqdiringiz bilan bizning taqdirimiz bir-biriga bog'liq bo'lib qoldi. Yevropa ayblashdan amaliy harakat qilishga o'tishi lozim. Bizning harakatga har vaqtdagidan bakrak ehtiyojimiz bor. Sharq Turkistonning yanada turish yolg'iz bizni demokratiyaga erishtirib qolmay, sizning demokratiyangizni bir butunlashtirdi. Adolat, jasoratni e'tirof qilishni emas, qarshilik ko'rsatishni talab qiladi. Biz Yevropa davlatlarini Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq bo'lgan mahsulotlarning Yevropa bozorlariga kirishini cheklash, ta'minlash zanjirining pokiz bo'lishini kafolatlantirishini, Xitoyning kuzatish sistemasini va sun'iy aqlni Yevropaning sonliq ma'lumot omburida bexatarligida, shaxsiy maxfiyatligida qo'llanishni man'iy qilishni talab qilamiz. Sharq Turkistonning xalqaro sudga Xitoyning jinoyati ustidan sungan da'vosini qo'llashga chaqiramiz. Bu faqat bir zolim hokimiyat bilan, zolim bir davlat bilan munosabatlik emas. Erkin dunyoning axloqiy va strategik bir butunligi. Agar irqiy qirg'inchilik dunyoviy huzurni his qila olsa, inson haqlari quruq shuardan boshqa narsa bo'lmay qoladi. Bu deganlik irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga hech kim ahamiyat bermasa, inson haqlari quruq shuardan iborat. Agar diktator hokimiyatining kuzatish sistemasi Yevropada yildiz tortsa, o'rlik raqamli ishg'olning ostida qoladi. Yevropa tanlashga duch keldi. Yoki shonliq va buyuk madaniyatni insho qilishdagi qimmatini qo'g'daydi, yoki Beijingning mashinalashgan besimining kontroli ostida qoladi. Yevropaning ro'yi ovozini chiqara olmaydiganlarni qo'g'daydi. Insoniyatning yanada muhim ekanligini, izzat hurmatga sazovar o'zini qo'g'day olmaganlarni qo'g'dash jasoratini birlikda gavlandiraylik. Yana bir qatam rahbarlikni qo'limizga olib, adolat bilan jasorat birlashganda tarixning yo'nalishini o'zgartira oladiganligini isbotlaylik. Diqqatingizni bizga berganingiz uchun rahmat dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur Efendi muhim so'z qilib mundaq dedi. Salom Yevropa parlamentining tanlangan a'zolari, do'stlar, xizmatdoshlar va kishilik izzat hurmatning qo'g'dug'uvchilari. Men Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri. Mening oilam Beijingning zulmiga bo'yin egmaganligimning badalini og'ir to'ladi. Balalarim texicha necha ming kilometr yiroqlikda, mendan uzoqda. Ovozim nishonga ilindi. Jamoatim uzoqlashtirildi. Xalqim o'landi. Mening hikoyam farqli emas. Bu bir butun millatning hikoyasi. Muhojiratdagi barliq Uyg'urlar o'xshash bir gavda. Har bir Uyg'urning faryodi o'xshash. Balalar dadalarining ovozisiz boshqariladi. Diniy e'tiqod qo'rqitishdan bo'g'iladi. Gerçi erkin davlatning fuqarosi bo'lsaqmi, Xitoy vakolatchilari bizni to'xtatmoqchi bo'lishidi. Jamiyatimizda josuslik qilinadi. Bu davlat alqigan bostirish, Beijingning qo'rqisini Yevropaga elib kirish uchun laylangan bir sinib kirish harakati. Yevropa inson haqlarining qo'g'dug'uchisi, zulmga uchrag'uvchilarning panogohi. Yevropa Uyg'urlarni Xitoy saqchi davlatining o'z tuproqlarida yo'qotib etishiga ruxsat qilmasligi lozim. Bugungi kunda Yevropada yashaydigan nurg'ulg'an Uyg'urlar chegirdan qo'g'lab chiqarishdan, kuzatilishdan, qochirilishdan qo'rqib yashmoqda. Bu axloqiy masala bo'lib qolmay, Yevropaning bexatarlik va egilik huquqiga taqishadigan masala. Agar Xitoy davlati Yevropa insonlarini kuzatib, qo'rqitib, sukut qildira olsa, Yevropa erkinligini yo'qotadi. Biz Yevropa birligi va buningga a'zo davlatlarni darhol jasorat bilan Xitoyning Yevropa miqyosidagi Uyg'urlarni josuslik kirishimi va parakandachilikka selish harakatiga qarshi tekshirish, shundaqla jazolash elib berishini, Uyg'ur muhojiratini qonunliq, raqamlik va fiziklik qo'g'dilishini kafolatga ega qilishini, barliq surgunlar, majburiy qaytarilganlarni irqiy qirg'inchilikcha Xitoy hokimiyatiga qaytarib berishning oldini olishini talab qilamiz. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish, Xitoyning qonunsiz ishg'oliyati, mustamlikasini e'tirof qilish, xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash, davlatning mustaqilligi va erkinligini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llash, Beijingning Yevropadagi to'r qaroqchiligi va ta'sir ko'rsatish harakatini oshkorlash va buzishda istixborot hamkorligini kuchaytirdi. Yevropaning sukuti xabarlarda aks etib, millionlab insonlarning hayotini vayron qiladi. Oilalarini buzg'unchilikqa uchirtdi. Ammo Yevropaning harakati millionlab uzun vaqt qorong'ulikda azob chekib kelgan insonlarga umid, adolat,
izzat hurmat ato qiladi. Biz Yevropaning prinsipal irodalik bo'lishini talab qilamiz. Quruq gapni talab qilmaymiz. Tarix Yevropaning zulmga qarshi tik turgan turmaganligini, kuchliklarni ayblagan yoki xotirjam qilganligini xotirlaydi. Hozirdan boshlab Bryussel harakatga boshlamchilik qilishi, Yevropa parlamenti axloqiy rahbarlikning tarixning yo'nalishini o'zgartiradiganligini yana bir qatim isbotlashi lozim. Uyg'ur xalqi xayr-saxovat talab qilmaydi. Biz adolat talab qilamiz. Bizga yordam berishni talab qilamiz. Qayta takrorlanmasin va'dasining o'rinlanishini talab qilamiz. Ko'ngil bilganinglar uchun rahmat dedi. Axborot e'lon qilingandan keyin mustaqillik kurashchilari shuar to'lab Yevropa davlatlarini Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olish, mustamlika qilish, Xitoyning josuslik qilmishini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. China's genocide must end. Free East Turkestan now. China's genocide must end. Namoyish jarayonida qarindoshlar o'tgan kechganlar va namoyishni kuzatgan yevropaliklarga oqtashliq kitobni tarqatdi, tunishtirdi. Rahbarlar Yevropa parlamentining vakiliga xat topshirdi. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati va Sharqiy Turkiston surgundi parlamenti vakillari 7 noyabr kuni Gollandiyada Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining oldida namoyish olib berib, davlatlarni bo'lib Xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo davlatlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish, Xitoy katibashlarini jazolashga chaqiriq qilishni, irqiy qirg'inchilikning tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olish, mustamlika yurgizish qilmishini oxirlashtirishni talab qildi. 6 noyabr kuni Sharqiy Turkiston Milliy Uyg'onish harakati, Sharqiy Turkiston Milliy fondining a'zolari Aqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Buning tafsilotini keyingi xabarimizda anlatamiz. Niqobliq yor, Abduri Sarvi. Darha, dandisam oxir qadirsiz has samon chiqdi. Besib yamraydi har yonni, shu mihrabdan chayon chiqdi. Ishongan tog' edirlarda kiyik yotmas ekan do'stlar. Aqidamning ko'zi yoshliq, Chiqardin ham ziyon chiqdi. Mikr nayrang bilan kampir ko'rindi dilrabo mahbub. Sharab mast xushi ko'zlarga go'zal mohi tabon chiqdi. Hukm sursun adolat deb qo'lida tug' alam debdim. Tugilgan potsi birla jiring oqcha ayon chiqdi. Niqobliq yor etarkan noz zaharlik xanjiri yonda. Quloqqa yoqmadi rost so'z, hila nayrang yomon chiqdi. Qora yu oq farq nada suzuk suvlar leyib oqdi. Yorandur va yo dushman, aqllarga gumon chiqdi. Barobarda hijr sabtosh turar dul bilan yondosh. Ko'rang yo'rg'a kabi o'ynab, chepib bayga tomon chiqdi. Qara quzg'un beg'im ichra libosqa purkinib to'zdak. Navo aylaydi bulbuldek, ajoyib xush zuvon chiqdi. Qizil gullik chahar boqqa pilak tashlabdi chaqqoq o't. Taajjub etmagin ko'nglim, raqiblar har zamon chiqdi. Oyoqda qo'sh qiyiq dassar niqobliq yor nikir birla. Shu bu tarizda qaynamdin qachon inson amon chiqdi. Niqobliq yor seni o'ylab shu vasfinga qalam sursam. So'zim u betlagan o'qya sening ko'ksing nishon chiqdi. Echilg'oy daftari haqning xalq dar ibrati olam. Ilingan tumshqi birla nodon tulka hamon chiqdi. Izohat: Abdulla Qodirning Mihrobdan chayon romanidan tamsil. Nodon tulka tumshqidan ilinar degan xalq maqolidan tamsil. 2024-yili 4-oyning 25 kuni yozildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.